O'zbekistonda Jasur Alijonov ismli murabbiyning kontaktlar ro'yxatiga kirish dunyodagi top ligalarga yo'l ochishini bilarmidingiz? Taktika Fighter'ga obuna bo'ling va videolarimizni o'tkazib yubormang. Uning tajribasi o'z-o'zidan gapiradi. Keling, Jasur Alijonov noldan cho'qqilargacha olib chiqqan jangchilar ro'yxatiga kimlar kirishini bilib olamiz. Birinchisi bu Ramazonbek Temirov. Uning UFC gacha bo'lgan yo'li Jasco Coach zalida o'tgan. UFC unga buyog'iga ko'proq jang berishiga umid qilamiz. Ikkinchisi bu Jasur Mirzamuhamedov. O'zbekistondan chiqqan va One FC ligasida urushayotgan ilk jangchi. Keyingisi bu Furqatbek Yakubov. U TAF 33 realitisida jang qilgan va chorak finalgacha bora olgan. Hozir esa UFCda chiqishga loyiqligini isbotlash uchun oktagonga qaytmoqda. Yana Nurmatov Xolmurod ham vatanimiz bayrog'ini ACA ligasida baland ko'tarib kelmoqda. Shuningdek, Azizbek Temirov ham Yaponiyaning Rizin ligasida jang qilishni boshladi va birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Xullas, UFC, PFL, Rizin, ACA kabi top ligalarda o'zini ko'rsatayotgan ko'pgina jangchilar aynan Jasur Alijonov murabbiyligi ostida yetishib chiqmoqda. Murabbiylikdan tashqari, Jasur Alijonov shunchaki promotion emas, balki o'z falsafasiga ega brendni yarata oldi. Mangu bu voqea doimiy jangchilarni yetishtirib chiqarish uchun yaratilgan platforma. Uning asosiy missiyasi bu O'zbekiston gladiatorlarini dunyo darajasidagi jangchilarga qarshi qo'yish. Jasco juda kuchli strateg va murabbiy. Mangu esa sifat filtridir. Sizningcha uning murabbiyligi ostidagi qaysi jangchi yaqin orada UFCda debyut qilishi mumkin? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.